Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz. Bilamizki, Xorazm va Qoraqalpog'iston bu Amudaryo bo'yida joylashgan katta hududlar, tarixan juda ham katta hududlar bo'lgan. Ustoz, savol shundan iboratki, bu hududlarning tarixi bevosita Amudaryo bilan bog'liqmi? Albatta. Chunki suv bor joyda inson bo'ladi-da. Yer yuzining katta bir qismida yashaydigan aholining ko'pchiligi to'g'ridan to'g'ri suv bilan bog'liq hayoti. Dengiz bo'yi xalqlari bor, okean bo'yi xalqlari, daryo bo'ylaridagi, keyin tog' bag'rida yashaydigan, etaklarda yashaydigan insonlar barchasida suv bilan u yoki bu darajada munosabatni ko'ramiz. Masalan, okean bo'yi, dengiz bo'yidagi xalqlar ko'proq baliqchilik qilib, o'sha xalqaro kema savdo yo'llarini suv yo'li orqali amalga oshirib, kun kechirib kelgan bo'lsa, yoki o'sha suv havzalaridan baliq va shunga o'xshash suv hayvonlarini tutib o'zining tirikchiligini o'tkazgan bo'lsa, bizni O'rta Osiyo, umuman Turon, Turkiston xalqlari asosan suvdan sun'iy dehqonchilik, sug'orma dehqonchilik qilish orqali kun kechirib, o'zining shaharlarini qurib, o'zining davlatlarini qurib kelgan. Bilamiz, O'rta Osiyoda ko'plab daryolari bor. Shularning ichida eng yirigi bo'lgan Amudaryo va Sirdaryo boshqalariga qaraganda ko'proq unumdor ham, suv havzalari ham keng daryolar, uzun daryolar hisoblanadi. To'g'ri, shu Talas kabi Qozog'istondagi daryolari bor, biroq ular Amudaryo va Sirdaryoning kichik variantlari hisoblanadi. Shunga yarasha qanchalik daryolar keng, qanchalik ser unum bo'lsa, o'sha yerda yirik sivilizatsiyalar yaratilgan bo'ladi. Butun dunyo tarixiga qarasak, mana Xitoy madaniyati Xuanxi va Yansizi daryosining oralig'ida yoki Mesopotamiya bu Dajla va Frot daryosining oralig'ida, Hind madaniyati Hind va Sind daryolari oralig'ida paydo bo'lgan. Misrdagi Nil daryosi. Nil daryosi. Endi bu yerda bitta daryoning o'zi u yerda. Shimoliy Afrikadagi, Misrdagi. Qolganlari har doim ikkita qo'shaloq daryo. Domla, demak, buni ham bir alohida bir masalasi bormi? Ya'ni ikki daryo oralig'ida bo'lish. U qandaydir bir shart. Ayniqsa Osiyoda nisbatan issiq, quruq iqlimli joylarda daryolarsiz, ikkita daryosiz tasavvur qilish qiyin. Lekin haqiqatan siz aytgan masalalarda mana Hind va Sind daryolari yoki Ganga daryosi, Markaziy Osiyodagi ikki daryo yoki o'sha Frot va Dajla daryolari orasi, hammasida doim ikki daryo. Xuanxi, Yansizi daryolari sababi mana o'sha daryoning qirg'oqlari bo'ylab sug'orish ehtimoli imkoniyati oshadi-da. Tasavvur qiling, ikkita daryo, Amudaryo, Sirdaryo oralig'ida O'zbekiston hududi ko'proq joylashgan va nisbatan o'sha qadimgi davlatlar, qadimgi shaharlar, qadimgi yodgorliklar, sivilizatsiyalar mana shu ikki daryo oralig'ida, boshqalariga qaraganda ko'proq. Sababi o'sha daryolarning bo'yida insonlar soni ko'p bo'ladi, aholi ko'p bo'ladi, o'zaro kontaktlar kuchli bo'ladi. Ya'ni Amudaryo, Sirdaryo oralig'ida ba'zi joylar bir 700-800 kilometrgacha cho'ziladi. Ya'ni Zarafshon daryosi bo'yida dehqonchilik qilish yoki Amudaryoning bo'ylarida dehqonchilik qilish, sug'orma dehqonchilik imkoniyati ortib, u Sirdaryo bo'yigacha borib yaqinlashib qoladi. Xuddi shunga o'xshash bir nima Talas va Chu daryosi bor, faqat ularning orasi juda tor va uzunligi ham kam. Shuning uchun u yerda paydo bo'lgan shaharchilik, davlatchilik nisbatan keyinroq, nisbatan sal oz ko'lamli bo'lganda, Amudaryo, Sirdaryo agar O'rta Osiyoda bo'lmaganida bu darajada yirik davlatchilik, bu davrdagi tarixiy voqeliklar, bu darajadagi sivilizatsiyalar, madaniyatlar bu darajada bo'lmas edi deyishadi. Demak, birinchi o'rinda sharti shuki, insonlarning ko'p bo'lishi, insonlarning faoliyat yuritishi, qanchalik mehnat qilsa shunchalik rivojlanish imkoniyati tug'iladi-da. Shunday daryolar bor, katta bo'lishi mumkin, biroq uning bo'yida yashagan bilan unaqa imkoniyat yaratilmasligi mumkin. Masalan, Rossiyadagi qadimda turkiylar yashagan Oltoy hududlaridagi joylar, Sibirdagi daryolar bizning daryolarga nisbatan ulkan. Biroq ularning bo'yida dehqonchilik qilish, turli meva-chevalar, daraxtlar ekish, ularni sotish, paxta kabi ekinlarni ekish imkoniyati yo'q. Faqatgina hayvonlarni sug'orish, o'zining kundalik ehtiyojini qondirish uchun foydalanishi mumkin. O'sha Yenasay daryosi bo'yida bo'lsin, Irtish daryosi bo'yida bo'lsin, shu tomonlar bor-da. Qozog'istonda ham yirik daryolar bor, biroq shu darajada dehqonchilik qilishga imkon bermaydigan hududlardan oqib o'tadi va unchalik foyda keltirmaydi. Va katta sivilizatsiyalar yaralishiga sabab bo'lmasligi mumkin. Masalan, buni Janubiy Amerikani ham misol qilib olish mumkinmi? Shunaqa. Juda katta daryo. Daryolar bor, biroq uni quyuq o'rmonlar,
insonni biroz imkoniyatini cheklab qo'yadi. Yoki masalan Rossiyadagi Volga daryosi, to'g'ri, bu yerda ham katta madaniyatlar yaratildi, biroq sal keyinroq chiqdi. Uning yuqori oqimida, ayniqsa o'sha Rossiyaning o'rmonlaridan oqib keladigan tomonlarda faqatgina nima deydi, kundalik ehtiyoj va hayvonlarni sug'orish. Bunaqa katta nima yo'q. Shu tomondan olganda Amudaryo dunyoning endi kuchli sanab o'tilmagani bir 100 ta shunday unumdor daryosi bo'lsa, minglab daryo bor. 100 tasi unumdor bo'lsa, shuning bittasi Amudaryo bo'lsa, ikkinchisi Sirdaryoda. Har bir oqib o'tgan tomonlariga qaraymiz, deyarli insonlar gavjum yashaydi. O'sha joylarda qadimdan shaharlar bo'lgan, o'sha joylarda shahar, davlatlar qurilgan. To'g'ri, ayrim yerlarda cho'llarda oqib o'tadigan tomonlari bor. Aholi u yerda ko'pchilik foydalana olmagan tomonlari bor. Masalan, o'rta oqimi Amudaryoning unchalik emas. Biroq yuqori oqimini bilamiz. Termiz, Balx madaniyatlari, o'sha qadimgi Baxtriya, Marg'iyonat, Bamak madaniyati deydi. O'sha miloddan oldingi 1000 yilliklardagi yoki mana Quyi Xorazm deydi. Quyi Amudaryoning bo'yidagi Xorazm vohasi yoki mana hozirgi Qoraqalpog'iston hududidagi joylar, bular haqiqatdan o'sha sivilizatsiyalar yaratilgan joy bo'lganligini o'z ko'zimiz bilan doim ko'rib turamiz. Bu birinchidan hozir Qoraqalpog'iston, Xorazm hududidagi mana kecha o'zlaringiz ham borib guvoh bo'ldingizlar, ko'rib keldingizlar. Qal'alar shu darajada havas qiladigan qadimiy shahar bo'lganligi va tasavvur qilsangiz, dunyoning xohlagan, istagan burchagidagi sivilizatsiyalarga qarasangiz, ular bilan bo'ylasha oladigan, tenglasha oladigan bir madaniyatning izini 2000 yil oldin davrini tasavvur qila oladigan qal'alar bor-da. Bu nimadan darak beradi? Bu o'sha bir vaqtlar o'sha qal'alar gullab yashagan shaharlar bo'lganligi, bir-biriga qo'shni tutashib ketgan shaharlar bo'lganligi, bu yerlarda ekin-tikinlar, savdo-sotiq, hunarmandchilik, umuman insoniyat uchun kerakli bo'lgan barcha inson tomonidan yaratilgan yutuqlarni u yerda bo'lganligini ko'rasiz. To'g'ri, hozirgi kunda ob-havolar o'zgarishi, turli jang jadallar, boshqalar sabab bo'lib, hozir ular ko'pchilik inson yashamaydigan, hatto atrofida ham inson yashamaydigan qal'alar bo'lib, tepaliklar bo'lib qolib ketgan. Biroq bundan 1000 yil oldingisiga borsangiz, umuman boshqacha manzarada. Endi Quyi Amudaryo deydi. Quyi Amudaryoning havzasi O'rta Osiyoda eng, G'ayratxo'ja, nima? Yirik havza. Eng yirik inson foydalansa bo'ladigan sug'orma dehqonchilik qilingan joy bo'lgan. Aslida biz Xorazm deganda hozirgi xaritasiga qarasak, kichkina bir viloyatdek ko'rinadi. Boshqa viloyatlarimizga qarab solishtirganimizda, O'rta Osiyoning eng yirik vohasi qaysi daryo bo'yida sivilizatsiya gullab yashnagan desa, hamma o'ylab boshlaydi. Zafarashon bo'yidan qidiradi, Sirdaryo bo'yidan qidiradi, Amudaryoning boshqa tomonidan. Biroq qo'lingizga bir nima bilan o'lchab olib qarasangiz, Xorazm vohasi, Xorazm va Qoraqalpog'iston respublikalarini ikkalasini birlashtirib qaraganingizda va Turkmaniston tomonidagi Xorazmning qadimgi Xorazmning joylarini solishtirib qaraganingizda, u Zarafshon vohasidan ham kattaligini ko'rasiz. Zarafshonni bilasiz, Tojikiston qismi ham bor, Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Buxoro, uchalasini ham havzasi keng ko'lamliligi yoki Qashqadaryo yoki Farg'ona vodiysini ham shunday solishtirib tursangiz, kenglik tomonidan, miqdor tomonidan Xorazm vohasichalik emasligini ko'rasiz. Ya'ni Quyi Amudaryo darajasida emas. Domla, mana shunda bir savol bor. Agar boshqa daryolarga ham e'tibor bersak, doim uning quyi oqimi atrofi juda ham bir jonli bo'ladi. Mana jumladan Amudaryoda ham, albatta yuqori oqimida ham biz ko'rishimiz mumkin katta madaniyatlarni. Lekin mana aytganingizdek, o'rta oqimda garchi Amudaryo to'lib toshib oqqan bo'lsa-da, o'rta oqimi ham istisnoiy emas, ya'ni juda ham bir shunday katta daryo sifatida ma'lum va mashhur. Lekin aynan quyi oqimida sivilizatsiyalarning paydo bo'lishi, ularning keng rivojlanishi va kerak bo'lsa bir vaqtlar o'sha aytadi-yu, yarim dunyoga hukmronlik qilgan. Masalan, o'sha ana shu deginliklar davrida, Xorazm shohlari davrida shunday katta bir sulolalarning paydo bo'lishi aynan daryolarning quyi oqimida. Bunga nima sabab? Endi buni ko'plab sabablari bor. Birinchidan, Amudaryo suvlari o'sha Panj va Vaxsh daryolaridan, o'sha Afg'oniston va Tojikistonning janubidan boshlanayotganda turli tog' irmoqlari, soylar qo'shilib, Amudaryo hosil qilingan paytda bu darajada to'yingan bo'lmaydi. Ya'ni shu Xorazm va Qoraqalpog'iston hududiga yetib kelgungacha bu qancha tuproq minerallarni o'ziga qo'shib olib kelgan bo'ladi. Boshqa tomondan eng asosiy ko'rsatkichi bu, sababchisi shu Xorazm viloyati hududiga kelgandan tarmoqlanib, kengayib oqa boshlaydi. Ya'ni
Amudaryoning shiddatli va yer sathidan ancha pastda oqadigan o'rta oqimiga qaraganda yoki yuqori oqimiga qaraganda bu yerda suv sayozlashib, kengayib, odamlarga undan foydalanish uchun imkoniyat yaratadigan ko'plab tarmoqlarga bo'lina boshlaydi. Ya'ni ancha mo'tadillashib qoladi. Mo'tadillashadi, sekinlashganday bo'ladi. Bu yerda o'sha qandaydir bir o'sha shiddatini nisbatan yo'qotgandek demak, u o'rta asrlarda esa bu juda muhim. Bu shunday. Chunki hozir mana Amudaryoning Buxoro va Turkmaniston tomonda, Chorjiy tomonlaridan yoki mana Qarshi bilan Turkmanistonning Kerki, Keliv atroflari bor-da, Chorshangi degan o'sha hududlarda Amudaryodan foydalanish ancha qiyin. Uning uchun magistral kanallar chiqarib, qancha texnikani ishga solib, suv tepaga olib chiqiladi. U davrlarda qadimda u yerdan tepaga suv olib chiqish juda muammo bo'lgan. Bu quyi Amudaryoda esa uning umuman teskarisi. Bu yerda o'sha daryoning insonlarga o'zini ochganligi, insonlarga o'zining mehrini sochganligini bemalol ko'rasiz. O'zingiz ham ko'rib turibsiz, Amudaryo juda keng. Biz har doim Sirdaryo, Amudaryo deymiz. Sirdaryoga qaraganda ancha kengligini ham ko'rasiz. Keyin shuncha uzoqdan oqib kelganligiga qaramasdan shunaqa loyiqa, shunaqa bir to'yimli bir suv bilan kelayotganligini ko'rasiz-da. Minerallarni oqizib kelyapti. U minerallardan to'yingan tuproq endi oltindan boshqa hamma narsani yaratib beradi desa arziydi. Hattoki mana Nukus shahridagi mevalarni ko'ryapman-da, men hayratlanyapman. Shu darajada noklar bor, shu darajada boya olxo'ri, qoroli deymiz, shunaqa. Men bu darajada o'ylamasdim. Bu nimaning evaziga shu darajada shoxini ko'tarilmay turibdi desangiz, hatto o'riklarda Toshkentga olib bormaysizlarmi? Shu darajada o'rikda bu yil o'rik ko'rmadik. Qiyg'os gullar nima bo'lib yotdi, pishib yotibdi. Bu nimani? Bu o'sha suvning kuchli suvga, kuchli boy suvga, minerallarga boy suvga egaligi bilan ochiqlanadi. Rahmat. Domla, mana endi Amudaryo nomlari haqida. Bilamizki, mana tarix kitoblarini o'qisak, turli davrlarda uning turli nomi haqida eshitamiz. Qadimgi davrlarda Oks deb eshitamiz, keyin Jayxun deb eshitamiz, keyin Amudaryo deb eshitamiz. Domla, shu nomlari haqida bir ma'lumot bersangizda va nega ular o'zgaradi? Deylik, bu yerda doim masalan daryo o'sha bo'lsa, nega buni nomlari bunchalik o'zgaradi? Qarang, o'zi aslida bu Amudaryo Sirdaryoga nisbatan nom juda ham o'zgargan deb bo'lmaydi. Hali ko'p o'zgarish emas. Yo'q, ko'p o'zgarish emas. Bu yerda to'g'ri turli xalqlar yashagan bilan ular hammasi bir-biriga til jihatdan qarindosh, yaqin yoki yaqinlashib ketgan, qardoshlashib ketgan xalqlar, turkiylar va forslar asosan. Tarixini qarasak, boshqa xalqlarni topishimiz nisbatan qiyin. Agar o'nlab tillarda so'zlash uchun turli farqli illatlar yashaganda edi, yana ham nomi ko'paygan bo'lar edi. Bu yerda biz 3 ta nomni ko'proq ko'zimizga tushadi. Birisi Oks deyiladi. Uni boyagi grek Yunonlar undan 2,5 ming yil oldin o'sha Aleksandr Makedonskiy kelgan davrlardayoq transaksiyana deyishgan, ya'ni trans degan tranzit o'tish, aksiyan Oksdan o'tish. Ya'ni Oksning narigi tomoni degan ma'noda aytgan. Ular Eron tomonidan kelganda Yunon askarlari, demak Yunon mualliflari Oksdan o'tyapmiz. Qaysi daryo deb so'rasa, aholi Oks deb javob bergan. Va u tomoni desa Sirdaryo tomonini o'sha transaksiyana deb nomlagan va bu hozirgi kunda ham ilmiy adabiyotda juda ham ko'p ishlatiladi. Masalan, bizda Movaroun Nahr, Amudaryo, Sirdaryo oralig'i deb, O'rta Osiyo ikki daryo oralig'i deb yozamiz. Yevropa olimlar ko'proq transaksiyana deb ishlatishda davom etyapti. O'sha nomga asos bo'lgan, ya'ni 2,5 ming yil oldin nom bo'lgan bo'lsa, o'shani Oks so'zini ikki xil izohlashadi, ochiqlashadi. Birinchisi, o'sha Amudaryoning boshlanishi, paydo bo'lishiga sabab bo'lgan Vaxsh daryosini greklar Oks deb aytgan, tiliga moslashtirib degan qarash bor. O'sha Vaxsh daryosining Vaxshu degan nimalari uchraydi. Ikkinchisi bu turkiy so'z, chunki turkiy so'zda o'kuz degan so'z. Bu ham o'kuz degani Mahmud Qoshg'ariy ham boshqalar ham izoh ochiqlab o'tgan bundan 1000 yil oldin. Turklarda o'sha eng yirik daryolarni o'kuz deydi yoki Etil deydi. Masalan, Idil daryosi, Volga bo'yini Idil deyishgan 1000 yillar davomida. O'sha hattoki Sirdaryoning qadimgi turkcha nomi Yenchi o'guz. Ya'ni Inji daryo, Inji Marvarid daryo deb Sirdaryoni aytishgan. Amudaryoni o'sa faqat shu yirikligi uchun o'kuz deyishgan. Katta daryo ma'nosida deyishadi. Hattoki va bu ancha haqiqatga yaqin shunday, haqiqatga yaqinga o'xshaydi, chunki Xorazm va Qoraqalpoq aholisi orasida shu qadimgi 2,5 ming yil oldingi nomni eslatadigan so'zlar saqlanib qolgan. Masalan, O'zbo'y dedi, o'sha O'g'uzbo'y bilan bog'liq dedi.
ya'ni o'kisning bo'yi degan yoki ba'zi joylarda haligacha shu o'kuz degan so'z ishlatiladi xalq orasida deydi. Gapingizni bo'ldim. Hozir siz hali Uzboy o'zani haqida aytdingiz. Shunday. Ya'ni bu o'kuz bo'yi ham bo'lishi mumkin. Shunday degan qarash bor. O'shanda o'kuzning qadimgi o'kuz so'zining qoldiqlari reliktda yotibdi degan qarashlar ham bor. Ikkinchi qarash bu o'sha 20-asr boshlarida aholi orasidan etnograflar, arxeologlar yurib Qoraqalpoq, Xorazm yerlarida yurgan paytda aholidan eshitgan bu Amudaryoning yerli nomi nima desa, Amu deymiz. Yana qaysi nomlar bor? O'kuz degan nomlari chollar bilardi deyshadi. Demak, ming yillar davomida ham shaharlar nomi ikki xil aytilgani, unutilmagani, biroz o'zgartirib aytilganidek, daryolarda ham shunaqa bo'lar ekanda. Bu bir, endi o'kuzning o'zi ham biz qarasak Ironiy vahshga ham tortishi mumkin. Ikkinchi tomondan turkiy ekanligi ham. Bu agar bu isbotlanadigan bo'lsa, turkiylarning bu yerda yashab, bu yerning yerli o'troq aholisi bo'lganligini ko'rsatadigan eng ishonchli dalillardan biri bo'lib qolardi. Endi ikkinchisi qarang G'ayratxo'ja, Amu daryo so'zini o'rta asrlarda paydo bo'lgan degandek qarashlar bor. Aslida bu juda ham qadimiy. Va O'rta Osiyoning o'sha Turon Turkistonning endi bu ham qay darajada to'g'ri Amu degan so'z aslida uzoq sharqdagi Amur daryo bilan bitta ma'noda, bitta negizlarda. Minglab kilometr bo'lishi mumkin. Turkiy xalqlarining yashagan hududining ko'lamini olsak, bu yoqdagi qardosh bilan bu yoqdagi kunbotar va kunchiqardagilar bir-birini bitta daryoni o'xshashligiga qarab nomlashi ham mumkin ekanda. Amu degani ya'ni tarixiy xotira. Tarixiy xotira va buni qarang nima deb isbotlashyapti. Amur daryosini so'rasa ma'nosi nima desa, o'sha ona daryo. Ona bilasiz, har doim baraka, mehr timsoli-ku. Shu baraka keltirgani uchun ona daryo deb aytishgan deydi. Yoki boshqa katta o'lkan degan so'zni ham ona deydi. Mana ona ari deyiladi. Hatto Turkiyada ona yo'l deydi, katta yo'lni. Ona yemak deydi. Eng asosiy yemakni, masalan, palovni ular ona yemak deydi. O'sha turkiy tillarda ona degan so'z, ona boshi degan so'zlar ham bor. Aynan kattalikni bildiradi. O'sha Amudaryoning qadimgi Oltoy tillarida, keyin turkiy tillarda ham davom etgan Oltoy tillar oilasini bilamiz. U yaponlar, koreyslar, Tungus manjurlar, mo'g'ullar, turklar. O'sha Amur daryosi bo'yida ham ko'plab yashagan va o'zining tillarida buni nima deyishgan? Ona daryo, ulkan daryo deyishgan va Amudaryoni ham ko'rib shunaqa atashgan deyishyapti. Ya'ni uning kengligi, kattaligi. Ona, ama degan so'zlarni bilasiz bu turkiy va o'sha Oltoy tillarida. Hatto Somiy Xomiy tillarida ham umma deydi onani. Shunaqa nimalari bor, deydi. O'shanda demak Amudaryoni demak negizida paydo bo'lishida balkim 3000, balkim 4000 yil oldingi so'zning yotganini ko'ramiz va Hind yevropaliklar bu yerga kelib joylasha boshlagandan keyin ular ham o'zining tilida nomlar bera boshlagan. Uni ham izlarini ko'ramiz. Keyin mana arablar kelgan paytda ham Jayxon degan, Sayxon degan nomlar keldi. Qizig'i shundaki, arab madaniyati tarqalgan joylarda shu nomlarni ham izlarini ko'ramiz. Mana Turkiyada, Anadoluda Sayxon, Jayxon degan ikkita daryo bor. Xuddi ularning uyqashi. Bu yerda biroz o'zgarib aytiladi. Jayxon, Sayxon, ularda Jayxon, Sayxon. Va aytishadiki, O'g'iz turklar Saljuqiylar bilan birgalikda o'sha Turkiyaga ketayotgan paytda hali kichik Anadolu yoki kichik Osiyo deyilgan joyga borib Turkiya nomini olishdan oldingi berilgan nomi aynan shu yerdan olib ketilgan deydi. Ya'ni xotira, Turkistondagi xotira. Turkistondan, Turondan borib joylashar ekan, shu birinchi Sirdaryo bo'yidan boshlashdi ular ko'chishni, o'sha Turkiston Toshkent oralig'idan. Keyin bular Nurotoga, Xorazmga o'tdi, Quyi Amudaryo bo'ylab bugun shu yerlarda biz o'tirgan hududlardan o'tayotganda Amudaryodan o'tdi. O'sha paytda ko'proq Sayxon va Jayxon degan nom ko'proq tarqala boshlagan edi. Endi 11-asr tasavvur qiling. Va o'sha nomni u yerga ham borib tarqatishdi va bugun Turkiyada buni hammasi bilishadi. Aynan O'rta Osiyodan, Turon Turkistondan, ota yurtidan shu nomni o'sha yirik daryolar orqali ning xotirasiga olib kelib ota-bobolar shu yerga shunday nom qo'yganda. O'zi bugun boshqa masalalarda ham ko'p kuzatiladi, deylik. Biror bir davlatga ko'chib borganlar o'zining ota yurtidagi nomlarni qo'yishi, o'sha hududda kichik shunday shaharchalarning paydo bo'lib qolishi ota yurti bilan bog'liq. Demak, bu daryolarga ham xos ekan. Aynan chunki ular nima deydi, o'zining vatanini unutgisi kelmaydi. Keyin o'sha ayniqsa daryolarga bo'lgan mehri, ularning qo'shiqlarida, masallarida, matallarida
maqollarida yuradi, uni o'zi bilan olib borishi tabiiy hol. Endi Amudaryoning yana joylariga qarab kichik katta nomlari bor. Endi Amuya deb ham yuritilgan. Endi bu yerda fors va arablarning ta'siri kuchayib ketgandan keyin o'rta asrlarda, ayniqsa arab fors geograflar 9-12 asrlarda o'nlab kitoblar yozgan. Bilamiz, Istahriy, Muqaddasiy deydi, Ibn Hafqal deydi. Ularda ko'proq Amuya deb ham uchraydi. Amuya degani bu o'sha amu degan qadimgi oltoycha ona degan so'zning davomi va bu yerda o'zlarini sufiks deydi, iya qo'shib. Masalan, Samariya degandek. Shunday. Yoki hatto Buxoroni ham Buxoriya deganda, Samarqandiya degan kitoblari ham chiqqan, ularni o'sha arab tilida va Amuya deb atashgan va Chorju shahri, hozir Turkmanobod shahri deyiladi. O'sha shaharni ham nomida o'rta asrlarda Amuya shahri deb. Keyinchalik Chorju nomini olgan. Demak, bu daryo bizga faqatgina hayot baxsh etibgina qolmay, bizning tariximizga, tilimizga, umuman dilimizga, ko'nglimizga bog'lanib ketgan bir. Rahmat domlam. Mana endi o'zbek davlatchiligi, umuman Turkiston davlatchiligi va tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham ko'p madaniyatlar bor. Juda ham xilma-xil ular, masalan o'sha poytaxtdan oladigan bo'lsak, o'sha Choch o'zi bir alohida madaniyati borligi yoki Usturshoni haqida siz bilan suhbatlashdik, So'g'diyoni haqida, bu yoqda Parfiya, mana shunday ketaverib va bularning ichida o'zining alohida o'rniga ega bo'lgan bu Xorazm madaniyati. Haqiqatdan butun dunyoda ham buni bilishadi, juda ham yaxshi. Shu masalada ikkita savol bermoqchi edim, domla, bir-biriga biroz bog'liq. O'zi umuman Xorazm madaniyatining o'ziga xosligi bu hududda va qal'alar masalasida savol bermoqchi edim. Ya'ni bilamiz, juda ham ko'p qal'alar bor, ammo ular odamsiz. Ya'ni qanday shunday bo'lib qoldiki, bir vaqtlar butun boshli qal'alar hayot qaynagan va keyin ular kimsasiz bo'lib qolgan. Bu nima bilan bog'liq? Endi boya aytib o'tdingiz, Choch, Farg'ona, Usturshona, So'g'd madaniyatlari bo'lgan. Ulardagi ekologiya, u yerdagi iqlim, havo, geografiya baribir Quyi Amudaryodan ancha farqlanadi. Bu yerda muqim bir umr o'zgarmaydigan tog'lar bor. Deyarli o'zgarmaydigan tog'lar sobit turibdi-da. U yerning ob-havosiga, u yerning iqlimiga ular o'zi har doim o'z ta'sirini ko'rsatadi. Samarqandga o'xshash Zarafshon tog' tizmalari, Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlariga Hisor tog' tizmalari, Jizzax vohasiga Turkiston, Farg'ona vodiysiga Toshkentga bilamiz Tangritog', bugun Tianshan deb xitoycha aytadigan tog'larning ta'siri bor. Endi bu yoqda bilamiz tog' tizimi deyarli yo'q. Mana Qoratog' deydi, Qoratog' nisbatan kichik va unaqa suv manbalarini o'zida saqlab qorlarni aholiga yetkazib beradigan darajasi ham yo'q. Bu yerda insonlar yashashiga asosiy ta'sir bu Amudaryo. Amudaryoni suvi kamayib yoki o'zani boshqa tomonga ketib qolganda bu yerda shaharlar to'xtab qoladi. Suvi ko'payib, yoyilib hamma ko'p imkoniyatlari bo'la boshlaganda shaharchilik, davlatchilik, madaniyat juda yuqoriga ko'tarilib ketadi. Har doim Amudaryo bu yerning taqdirini belgilab turgan. Kechasini, bugunini va kelajagini-da. Hatto o'sha Kaspiyga qarab oqqan paytda bu yerdagi shaharlar huvillab qolgan paytlar bo'lgan. Yoki suvning bir qismi boshqa tomonga oqa boshlab, boshqa tomonlarga olina boshlaganda ham shunaqa, yoki iqlimning yomon kelish, yillar davomida qurg'oqchilik bo'lishi ham ularning yana nimasida anchagina ta'sirini ko'rsatganda. Endi boya ham aytib o'tdik, voha juda ham keng voha. Bu vohani, ya'ni O'rta Osiyodagi eng keng voha bo'lgan Xorazmni madaniyati turli va yuksak bo'lishining sabablari baribir o'sha insonlarning ko'pligi, bir sonining, ikkinchidan insonlarning juda ham mehnat qilib o'zida har sohani rivojlantira olishga nimasini topilishi, mexanizmining borligi. Mana endi hozir qarang, G'ayratxo'ja o'ylaymiz, endi inson madaniyati bilan bog'liq, xalqlar madaniyati bilan bog'liq ko'p tomonlarga qarasak, qaysidir bir xalq musiqada, qaysidir bir hunarmandchilikda, qaysidir bir boshqa soha davlatchilikda rivojlanib ketgan bo'ladi-da. Bir tomoni qolib, ikkinchi tomon. Xorazm hammasini birlashtirgan. Masalan, Xorazm musiqasi desak, butun O'rta Osiyodagi 5 ta respublika musiqasi xalq bilan tenglasha oladigan, 10 dan ham o'tib ketadigan musiqasini ko'ramiz. Yoki Xorazm tarixi bilan bog'liq voqeliklar desak, kitobchilik desak,
Xorazm tarixi bilan bog'liq arab tilida ham, fors tilida ham, o'zlari turkiy tilda ham asarlar juda ko'pligini ko'ramiz. Mana Shajarai turk shu yerda yaratildi, Chingiznoma ham shu yerda yaratildi. Bunday asarlar ko'plab. Yoki Xorazm boyagi me'morchilik. Bugungi o'sha Xiva shahrida, boshqa shaharlarda qad rostlab turgan tarixiy binolarni qarasak ham bezalishi, qurilishi bo'yicha ham juda yuksak. Bu mintaqaga arziydigan, hatto o'tadigan nimasi bor-da. Yoki raqslarini, yoki bunday olganda to'qimachiligini ham ko'ramiz. Haligacha Xiva gilamlari degan. Xiva gilamlari deymiz, Qoraqalpoq gilamlari, Turkman gilamlari bu yerda bilamiz, Quyi Amudaryoda qadimdan o'sha ham qadimgi xorazmliklar, undan bilan keyin qadimgi turk ildizlari, undan O'g'uz turklarini ko'ramiz, keyin Qipchoqlarning kelishini ko'ramiz. Bir ora Chig'atoy turklarini ham madaniyatini ko'ramiz. Hammasi qorishgan bu yerda. Va oxirgi mana shu so'nggi o'rta asrlarda ko'ramiz bu yerda turkiy, asosan turkiylar. O'zbeklar, turkmanlar, qoraqalpoqlar, qozoqlar birga yashaydi. Va bularning madaniyatlari bir-biriga yaqin, farqli tomonlari ham bor va ularning o'zaro uyg'unlashganini ham ko'ramiz. Bularga xos o'sha cho'girmani, bosh kiyimini turkmanda ham, qoraqalpoqda ham, o'zbekda ham ko'rasizda. Bu boshqa vohalarimizda uchramasligi mumkin. Yoki bularning o'sha ust kiyim, toni yengilgina bo'ladi, o'ziga xos bir rang-barangligini ko'ramiz. Yoki o'sha otga bo'lgan mehri, bularning, ya'ni Xorazm madaniyatini nima deydi? Dunyoni lol qilib o'ziga chorlaydigan bu hozirgi kunda faqatgina hozirgacha saqlangan madaniyat emas, o'sha yodgorlik sifatida qal'alar bo'lib qolgan. Bularning endi nima deydi? Birinchi o'rinda ko'pchilik o'sha iqlim bilan bog'laydi, shaharlarning. Bu yerda sho'rlashish darajasi ham bor-da. Daryoning baribir suvi nima bo'ladi? Suvda tuzlar bo'ladi va ular minerallar binolarni yemirib tashlash nimasi ham bor. Tuproq qatlamini anchagina o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun bu yerdan topilayotgan tangalarni ham juda yaxshi saqlanmaganligini ko'ramiz. Yoki keramika bo'lsa ham ancha-muncha yemirilganday ko'rinadi. Yoki qal'alar kun kecha yashab turib tashlab ketilganday holatdagilarni ham ko'ramiz. Yoki juda ham xaroba ahvolga tushib, yemirilib cho'kib ketayotgan nimalarni ham ko'ramiz. Biroq nima bo'lganda ham Xorazm vohasidagi qal'alar, Qoraqalpog'iston hududidagi qal'alar, Toshkent viloyatida shunday qal'ani ko'rmaysiz. Farg'ona vodiysida ko'rmaysiz. Samarqandda ham deyarli bo'lgan bo'lsa tepalik bo'lib, dumaloq bo'lib, oval bo'lib nima bo'lib qolgan-a? Bu yerda binolar hatto eshigigacha ko'rinib turadigan joylarini ko'rasiz. Bu nima bilan bog'liq, domla? Bu boshqa tomondan bu yerdagi iqlimdagi namgarchilik bilan bog'liq. Ya'ni uning yo'qligimi yo borligimi? Quruq iqlimning. Quruq. Masalan, Toshkentda oqtepalar hammasi qal'a bo'lgan-ku oldin, lekin bu tepalik. Yog'ingarchilik juda ham ko'p. Undan tashqari havodagi o'sha namgarchilik, o'sha to'proqlarni borgan sari bir-biriga jipslashib ketishini. Bu yoqda shamol, tinimsiz shamol esib turadigan nima bor. Masalan, Dashti Qipchoq, hozir Qozog'iston hududlari, Volga bo'yi tomonlardan, Orol tomondan har doim shamol, yel esib turib, hatto Qashqadaryogacha boradi. Biroq u yerdagi nimalarga uncha ta'sir kamayadi. Bu yerda o'sha qal'alarni, uylarning nimasini, hech bo'lmasa devorlar saqlanib qolishini ta'minlaydigan bir iqlim bor-da bu yerda. Shuning uchun boshqa tomonlarga o'xshamaydi. To'g'ri, Qozog'iston tomonlarida ham ba'zan shunday qal'alar borligini biladi, chunki bitta iqlim. Ustiyurt tomonlarida ham ba'zan shunday nimalar, Turkmaniston tomonida ham ko'ramiz, chunki ob-havo birinchi o'rinda. Ikkinchisi, keyingi vaqtlardagi hujumlar, masalan, o'sha dashtlardan bo'ladigan hujumlar, keyinchalik Rossiyaning kirib kelishi, boshqa atrofida ham aholi ko'proq janubga intila boshlagan, ko'proq sir unum joylarga nima qila boshlagan. Xorazm davlatchiligi juda ham kuchli bo'lib, uning chegaralarida shaharlar qurilib, aholi yashab, hunarmandchilik, bozor, tirikchilik juda kuchli madaniyat rivojlanayotgan davrlardagi ahamiyatini yo'qotib qo'yganda bular. Qanchalik xonlik, davlat toraygan nimasi hududlari kamayib keta boshlagan bo'lsa, u ham baribir siyosat ham, o'sha siyosiy muhit ham bu yerdagi qal'alarning shunday huvillab qolishiga olib kelgan. Domla, yana bir qiziq savol. Nima uchun Xorazmdan juda ham ko'p olimlar yetishib chiqqan? Endi buni sababi boyagi aytganda inson faktorida, inson omili, ya'ni qayerdagi insonlar ko'p bo'lsa, endi hamma joyda ham shunaqa emas. Ba'zi joylar bor, inson ko'p bo'lsa ham bu darajada uncha olim bo'lmaydi, rivojlanish bo'lmasligi mumkin. Uning joylashuv o'rni,
qayerda joylashuviga ham bog'liq. Masalan, Xorazm chorrahada joylashgan. Bu yerga Eron, Xuroson tomondan keluvchi insonlar ham to'xtab o'tadigan, kelib o'qiydigan, tahsil oladigan joy. Volga bo'yidan har doim Volga bo'yi uchun bu yer o'sha o'z davrining nimasi bo'lgan, Yevropasi vazifasini bajargan, ilm markazi vazifasini, Bag'dodni vazifasini bajargan. Boshqa tomondan O'rta Sirdaryodan, mana Turkiston tomonlaridan, Qozog'istonning janubidan, Toshkent tomonlaridan, yana bir janub tomondan qarasangiz Buxoro, Samarqanddan insonlar kelib, savdo qilib, tahsil olib, ya'ni nima deydi, hayot qaynab yotgan joylar bo'lganda, mana shu tomonlari ham ta'sirini ko'rsatgan. Boshqa tomondan turli tuman etnoslarni ham bu yerda yashaganligi, o'sha qadimgi xorazmliklar va bu yerdagi o'g'izlar, qipchoqlarning aralashuvi, hatto Kavkaz bilan ham aloqa kuchli bo'lgan. Kavkazliklarning masalan siz Samarqandda yoki Farg'onada ta'sirini deyarli kuzatmaysiz, biroq Xorazm vohasi Kavkaz bilan ham tinimsiz. Mana shu cho'girmalari ham bir-biriga o'xshab ketishi, raqslari, cho'girib kiyimlari, kiyimdagi bezaklar ham juda ham o'xshashi o'sha Kavkazni eslatadi. Qoraqalpoqlar va xorazmliklarning, turkmanlarda, yoki bu yerdan u yerga ketgan ham deydi. Ya'ni o'sha Kavkaz xalqlari hozir o'zlarining milliy kiyimi sifatida qaraydigan bosh kiyimi yoki nimalar ko'pning atalishi turkiycha ekanligi ham bu yerdan borgandekdan qarashga turtki beradi-da. Endi ya'ni Xorazmning boshqa tomondan endi aholisi juda ham dunyo bo'ylab ko'p kezgan. Savdo nimasi bilan Xitoyda ham xorazmliklar jamoasi bo'lgan, Bag'dodda, arab dunyosida ham, Hindistonda ham, Volga bo'yida ham, Sibirda ham o'sha insonlar o'zlari ko'rib kelgan yutuqlari, ilmiy yutuqlarni ham, yangiliklarni ham olib kelgan yoki u yerdan kelgan insonlar bu yerdan olib ketishgan va dunyo kezgan odam ko'p biladi, ya'ni olim bo'ladi dedi-yu dunyo. Dunyo kezgandan keyin ular hamma dunyo kezgan olim odamlari kelgandan keyin bir joyda to'plasa, u ilm o'zaro yana ham yuksaladi-da, shunday tomonlari bor. Ya'ni Beruniyning shu yerda yetishib chiqishi, Muso al-Xorazm, o'nlab xorazmiylarning undan keyin yaqingacha Maxtumquli-yu bu yerda hammasi mana shu vohada, shu mintaqada quyi Amudaryoda yetishishining o'zi bejiz emas. Ismi jismiga mos bo'lyapti, ya'ni Xorazm o'lkasi. Domla, mana qadimgi xorazmliklar haqida ham aytib o'tdingiz. Bilamiz, o'zim men Sharqiy Eroniy til oilasida ham qadimgi Xorazm o'lik tili mavjud. Endi yana bilamizki, mana shunga o'xshash tillardan biri Choch tili ham aytiladi yoki Farg'onada o'ziga xos til bo'lganligi. Endi yozma ma'lumotlarning kamligi bu to'g'risida aniq xulosalar qilishda biroz qiynaladi olimlarimiz. Biz bugun aytishimiz mumkinmi, demak, qadimgi xorazmliklar bugun o'zbek xalqining o'sha tarkibida bir muhim element, ya'ni muhim bir qismlardan biri deb. Endi albatta qarang, xorazmliklar tili haqida biz yozma manbalar haqida bilamiz. Arxeologik topilmalardan, tangalardan, soqollarga yozilgan yozuvlardan bilamiz. Va yozma manbalarda bularning tilidan keltirilgan ma'lumotlarga ham tayanib ayta olamiz-da. Biroq Choch tili boshqa degan bilan Choch tilida falon so'z falonda aytiladigan ma'lumot yo'q. Yoki Farg'ona tili degan boshqa yondagi qo'shnilarga o'xshamaydi, na so'g'chaga, na turkchaga o'xshamaydi deganday ma'lumotlarning borligi Farg'ona tili haqida mavhum qorong'ilik saqlanib qolayotganini nima qiladi. Xorazm bu masalada xuddi so'g'larniki kabi, ya'ni so'g' tili haqida bilamiz, u til tiklangan, u tilda so'zlashsa ham bo'ladi, bir narsa yozsa ham bo'ladi bemalol. Qanday atalishini, qanday ma'no berishini bilamiz. Xorazmda ham xuddi shunday vaziyat. Chunki o'sha arab fors geograflari yoki ilk arablar bilan tanishuv jarayonlaridagi xorazmcha so'zlarni o'zlar asarlarda keltiradi. Hattoki hadislarni yoki qanaqadir bir asarlar yozganda katta harflar bilan arab tilida yozgan bo'lsa, uni tagida qizil nima bo'yoq bilan xorazm tilida yozib, unga sharh keltirilganlari ham bor-da. Masalan, demak, o'sha davrda ham xorazm tili bo'lgan. 4 ta tilda Muqaddimatul Adab, mana Zamaxshariy nimalar boshqa asarlarda ham ko'ramiz. Arab, fors, turk, mo'g'ul yo xorazm 5 ta tilda nima keltirilganlarini ham ko'ramiz. Shunga tayanib, to'g'ri xorazm tili haqidagi ma'lumotlar so'g' tiliga nisbatan ancha oz. Sopollarga, taxtalarga yozilgan, tangalarga yozilganlari ko'lami ancha keng bo'lsa ham, qisqa bo'lganligi uchun u til haqida juda ham uni tiklab, u tilda so'zlasha oladigan darajaga olib borish ancha qiyin. Shunday bo'lsa ham umumiy tasavvurni hosil qila olamiz. U o'sha sharqiy Eroniy tillarining bir tarmog'i bo'lgan va so'g' tiliga nisbatan yaqinroq bo'lgan. Ular bir-birini tushunganmi, tushunmaganmi, u boshqa masala. Chunki ba'zi joylar
asarlarda bir-biriga ancha yaqin deydi. Masalan, Beruniy Xorazm va so'g'itcha so'zlarni keltirganda, ayniqsa oy nomlari, taqvimlarni keltirgan paytda solishtirsangiz ancha bir-biriga yaqin kelib ketadi. Nimalar so'g'itlar yilni sart desa, bular sarj degan djga almashuvi bor yoki sol deydi fors tojiklar. Fors xalqlarining ko'pchiligi yilni sol deydi. Ular qadimda sart, sarj deyishgan. Shunga o'xshash nimalarni yoki masalan so'g'itlar o'zini men degan so'zni azu deb Shivada ayu deb aytgan bo'lsa, bular Samarqand nimaliklar, Xorazmliklar ham ay deb aytgan. Yoki uni, hu, hi deb aytishgan. Shu tomonlardan Hind Yevropa tillarining eng qadimgi ko'rinishlarini ham saqlagan bo'lgan. Aristotelga ham ancha yaqin keladi. Bu til qachon bu Xorazm zaminida, umuman quyi Amudaryo hududida paydo bo'ldi, yuzaga keldi desak, bu ko'pincha 4000 yil oldin deyishardi. Hozir ko'proq aytishyapti 3700 yil deydi. Ya'ni ular 4,5 yil oldin Sharqiy Yevropadan, Ukraina hududlaridan, Qora dengiz bo'ylaridan kunchiqarga yo'l olgan paytda to'g'ridan-to'g'ri O'rta Osiyoga kelmagan, Xorazmga kirib kelmagan. Ular birinchi borib Oltoy tomonga yurgan, Volga bo'yini bosib o'tib, o'sha Afanasiy va Andronova madaniyatlari ular bilan ancha bog'liq deyishadi va Hindistonga, Eronga o'tib ketish jarayonida o'sha oriylar ko'chishi deyiladi. O'sha Hind Yevropaliklarning Hind oriylar tarmog'i, bugungi Forsiy va Hind xalqlarining ota-bobolari bundan 3700 yil oldin Amudaryo, Sirdaryo bo'yiga keldi deydi. O'sha paytda qolib bu yerda muqim joylashganlari Xorazm tilini paydo qildi deyishadi. Bu ham bir qarash. Qolganlari Hind, Fors tomonga o'tib ketdi, ancha yana 1000 chaqirimlab yo'l yurib deydi. Boshqa tomonda yana bir nima bor? Xorazmliklar kelishi 3000 yil, undan 3,5 yil undan ko'pga bormaydi dedi. Bu nimaga asoslanadi bilasizmi? Beruniy yozadi o'sha Osarul Baqiya asarda, o'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida Eron hukmdori deydi, uni Qayxusra boshqa deb aniqladi. Bir guruh aholisidan g'azablanib, ularning o'sha gunohini kechirmayman deb ularni surgun qilib yubordi jazolash uchun. Ularni shimol tomonga yubordi deydi. Va ular o'sha Xuroson, Amudaryo bo'ylaridan kelib, quyi Amudaryo bo'yicha joylashdi va bu deydi Beruniy o'sha Aleksandr Makedonskiy, ya'ni Iskandar kelishidan 980 yil oldin bo'ldi. Ya'ni 1000 yil deb olsak ham, Iskandar 4-asr desak, 14-chi miloddan oldingi 15-14 asrlara bugungi kundan hisoblasak 3,5 yil oldin Eron tomonidan bu yerga surgun qilingan aholining avlodlari degan qarash bor. Ular kelganda bu yerda odamlar yo'qmidi? Bor edi. Uni borligini arxeologik topilmalar ham, qazishlar ham ko'rsatadi. Bu yerdagi qadimiy aholi manzillari, inson suyaklari, boshqalar ko'rsatadi-yu, qabrlar. Ular kelganda insonlar bor edi. O'sha insonlar kim edi, qaysi tilda so'zlashgan edi, qanday nomlanardi degan masala ochiq. Domla hali demak Xorazmda ham o'rganadigan masala juda ko'p. Qarang, eng qizig'i Beruniy bitta ipuchni berib ketadi, ya'ni nima deydi? Ular Xorazmga kelib turk hukmdorlari, turklar ustidan hukmronlik qila boshladi deydi. Undan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha Eron shohi surgun qilgan insonlar kelishidan oldin bu yerda turklar yashagan, hukmronlik qilgan, shaharlar, uylari, manzillari bo'lgan va ularning ustida Xorazm madaniyati paydo bo'ldi deyapti-da. Negizida baribir turkiy tomon bor deydi. Hatto o'sha Tozabog'yob madaniyati deydi, undan ham oldingi o'sha qadimgi Xorazm madaniyatidan ham oldingi. Ularda o'sha izlarni ko'ramiz, ya'ni Oltoy tomonlarini ham yoki Volga bo'yi tomonlarini ham izlarini ko'ramiz. Ba'zilar fin-uyg'urlar bo'lishi ham mumkin buni degan qarashlar bor. Biroq turkiy ekanligiga ishora ancha-muncha uchrayapti. Demak, bu madaniyat Xorazm, qadimgi Xorazm tili va o'sha tilda so'zlashuvchi xalq yaratgan madaniyat qachongacha yashadi bilasizmi? Miloddan oldingi o'sha 14-asrdan olsak, milodiy 13-asr, ya'ni Chingiziylar kelgungacha bo'lgan davrda bu til juda faol bo'ldi. O'g'uzlar, Saljuqiylar davrida nisbatan ozayib, kamayib qoldi. Chingiziylar kelgandan keyin bu til yo'qoldi. Uni o'sha manbalardan tekshirib bila olamiz. Faqat joy nomlarida saqlanib qoldi. Masalan, Kardaron, Xos, Xiva, Xazarasib degan o'nlab, balkim yuzlab joy nomlari qoldi. Qishloq nomlarida izlarini ko'ramiz o'sha sharqiy Eroncha. Biroq uning ustida keyingi davrlardagi O'g'uzcha va Qipchoq turkchasidagi joy nomlari bo'lsin, so'zlar nimalar
uni qoplab deyarli ko'rsatmaydigan qilib qo'ydida. O'sha xorazmliklar yaratgan madaniyat qanday edi? Bir tomondan Iron madaniyatiga juda ham o'xshaydi. Bu nimada ko'rinadi? O'sha Zardushtiylik, o'sha Irondagi qadim hozir ham Zardushtiy aholi bor Hindistonda, Pokistonda, Ironda. Ularga xos o'sha boya chilpiq qiladigan bir joy, masalan, o'sha Zardushtiyy diniga mansub bo'lgan aholi ko'milgan, endi nima, dafn qilingan, ostodonlar saqlangan yoki maxsus o'sha jasadlar qo'yilgan binolar, inshootlar Ironda ham xuddi shunday bo'lgan. Bu yerda ham o'shani izini ko'ryapmiz. Xuddi shunday inshootni biz Farg'ona vodiysida, Toshkentda ko'rmaymiz-da baribir. Zardushtiylik ildizlari, elementlari u yoqqacha yetib borgan bilan qaynab turgan o'chog'i bo'lgan joylar, markazi bo'lgan joylar Xorazm, Ironda ko'ramiz. Baxtariya tomonlarda ko'ramiz. Bulardagi o'sha tildagi boyagi yozuv, oromiy yozuv ham o'sha Pahlaviy yozuvga o'xshaydi, So'g'd yozuviga o'xshaydi. Uni ham o'sha Xorazm madaniyati bilan o'sha tilni ko'ra olamiz. Bu degani bu madaniyat 2000 yillab davom etdi. Bu til 2000 yillab madaniyat qandaydir holatda davom etgandir, biroq urf-odatlar davom etib kelayotgandir, biroq til va yozuv asosiy madaniyat ko'rsatkichlari bugun u saqlanib qolmadi. Ko'pchilik o'ylaydi, aynan shu 3000 yildan, 4000 yildan beri o'sha madaniyat, o'sha hech qanday o'zgarmagan, o'sha faqat Xorazm madaniyati, davlatchiligi shular bilan aloqali deb yurish kerak, shuni tushunish kerak deb qaraydi. Unday emas. Har bir xalqda, har bir xalqning vakillarida qatlamlarni ko'ramizda, tarixiy qatlamlarni. Masalan, o'zbek xalqi misolida yoki turkiy xalqlar misolida ko'rsak ham, qadimiyat, ilk o'rta asrlar, rivojlangan o'rta asrlar, yaqin o'rta asrlarni qarasangiz, har bir davrning, har bir sulolaning o'zidan qolgan izni ko'ramizda. Tilda ko'rinadi, tarixda, bu urf-odatda ko'rinadi, hatto tashqi qiyofaga ham ko'rsatgan ta'sirini ko'ramiz. Masalan, Xorazm madaniyati deganda bu yerda hech Chingiziylar yoki Dashti Qipchoq madaniyatini ko'rmaymiz deb yoki Temuriylar, Chig'atoylar deb o'ylaydiganlar ham bor. Unaqa emas. Aynan bu yerda juda ham kuchli seziladi. Masalan, biz bu yerda qadim Tur, Masagit, Sak izlarini ham topa olishimiz mumkin. Faqat insonlarda mana shunaqa deb ayta olmaymiz-u. Faqat madaniy qazib ko'rsak topamiz. So'zlarda topishimiz joy nomlarida. Qoraxoniylar davrini yoki Saljuqiylar davrini biz tilida, shevasida topa olamiz. Kiyimlarida topa olamiz. Tashqi qiyofasida ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu O'g'iz, Ozarbayjonlarga, turkmanlarga, turkiyaliklarga o'xsharkan deya olamiz. Yoki Shayboniylar yoki Temuriylar davrini ham bir qarashda, hatto Chig'atoy degan joy nomlari ham uchraydi. Unga ham qarab Chig'atoy ulusining bir tomoni bo'lgan, bir tomon Oltin O'rdaga qarashli bo'lgan. Hozir aynan yo'q, Quyi Amudaryoning katta qismi Oltin O'rdaga qaragan tangalari ko'rsatib turibdi. Yozma manbalar aytayapti. Ular bilan bog'liq urug'lar, masalan, Qo'ng'irot deymiz, Mang'it deymiz, Nayman, Uyg'ur deymiz, barchasi shu yerda bor. Kenagas deymiz, Shuyut deyiladi. Hammasi Xorazm va Qoraqalpog'iston hududida bor va uni solishtirsangiz, aynan Dashti Qipchoq, yana ham uzoqroqqa borsangiz, Chingiziylar, yana ham uzoqroq borsangiz, o'sha Mo'g'uliston, O'rxun, Oltoy vodiysi bilan dagi aholini ko'rsata oladigan tomonlari bor. Ya'ni turli qatlamlardan tashkil topgan ekan, o'sha qatlamlarni ham hisobga olish kerak. Ularning shu madaniyatni boyitganligini aytish kerak. Ya'ni bir qatlamini olib faqat shu qatlam juda ham buyuk bo'lgan, qolganlarini biz tan olmaymiz, ko'z yumamiz deb yondashuv ham yoki faqat bizga tegishli. Ba'zilar shunday deydi-da, G'ayratxo'ja, bilasiz, ana shu edi, mana shu til hech o'zgarmagan. Masalan, Xorazm tili, qadimgi Xorazm tili o'lik tilga aylangan desangiz, qanaqa? Mana jaranglab turibdi-yu, qaysi? Geldim gitti. Yo'q, unaqa emas. U til, siz sopollardagi o til, o'sha tangalardagi til sizni tilingizga umuman ham yaqin kelmaydi. O tomonlarni ham e'tiborga oling deyishimiz mumkin. Endi hammasiga real ya'ni qatlamlarimizni borligini va bizning madaniyatimizni boyitganligi, bu bizning yutug'imiz ekanligini tan olib, odamlarga tushuntirib o'rganishimiz kerak. Shundagina qo'ni qo'shnilar bilan tortishmagan bo'lamiz. Shundagina biz nima deydi? O'zimizni faqatgina alohida ko'rsatishga intilish, hech narsaga olib bormasligini sezamiz. Bag'rimiz kengayib, butun qardoshlarimiz bilan yaqinlashgan bo'lamiz-da. Endi domla, mana siz bilan kurslarda ham juda ko'p gaplashganmiz. Qancha ajrataversang, geografiya ham kamayib boradi. Aslida unday emas-ku. Biz bugun Turon, Turkiston deganda juda katta hududlarni aslida hisobga olamiz. Hech qayerga da'vo qilmasak-da, bu juda ham bir katta madaniyat.
Masalan, mana bugun o'zbek davlatchiligini biz 3,5 ming yilga olib boramiz. Juda ham uzoqdan, balki undan ham ko'pdir endi manbalar asosida, albatta undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Va bu doim boyib borgan. Shunday. Va biz mana shu o'ylaymanki an'anani davom ettirishimiz kerak. Ya'ni hech birini o'zimizdan yiroqlashtirmasdan. Buning ichidagi o'troqlik madaniyati ham, ko'chmanchilik madaniyati ham bari bizniki. Ayniqsa mana shu o'zbek madaniyatining boyib borishida so'nggi vaqtlarda, o'sha so'nggi asrlarda Qoraqalpoq madaniyatining ham bunga qo'shilishi bu yanada buni boyitdi. Shundaymi, domla? Shunday. Buni biz nimada ko'ramiz? Qoraqalpoq musiqasida, Qoraqalpoq dostonchiligida, Qoraqalpoq naqshlarida ko'ramizda. O'ziga xos, mana shaharda yuribmiz, birdan ko'zimizga tashlanadi. Ayrim naqshlarni ko'rib, xuddi shu Qashqadaryoda bor desak, boshqa birovimiz aynan Toshkentdagi nimaga o'xshar ekan deyiladi. Bu bizning o'xshashligimiz o'sha qadim turkiy ildizlarimizda birinchi o'rinda. Ikkinchidan o'sha tarixiy taqdirimiz, butun voqeliklar birgalikda kechganligida. Masalan, o'sha qadimgi Xorazm deyiladi, juda keng, buni Orol bo'yigacha bo'lgan hududlarni qamrab oladi. Orol dengizi, Xorazm dengizi deyilganligi bilan ham bog'lanadi, tushuntiriladi. Keyin Turkistonning darvozasi deganda Toshkent yoki Farg'ona yoki naryoqda Termiz tomon ko'rsatilsa manbalarning qaysiligiga qarab, Xorazm ham bir qarasangiz Orol bo'yi tomoni Turkiston darvozasi deyiladi. Bir qarasangiz Sirdaryoning Xorazm vohasiga tutashadigan joyi Quyuq Sirdaryo ham Turkistonning eshigi bo'ladi. Yana bir tomonda Eron tomonidan kelganlar yozadi so'nggi o'rtasilarda ham, masalan, Lolaboshi degan Xiva xonligiga elchi kelgan, shularning asarlarida Turkiston darvozasi deb Xorazm janub tomonni, Hazarasp tomonlarini aytadi boshlab. Demak, Xorazm o'sha Turkistonning bir bo'lagi. Uning ichida bugun 4 ta asosiy turkiy xalq, o'zbek, qoraqalpoq, turkman, qozoq aralashib xudanda bo'lib yashaydi. Bu madaniyatlarning o'xshashligi va farqliklarini ko'ramiz. Shevalarga o'xshab ketib, bir-birini juda ham yaqin tushunadi bularning nimasi. Va qoraqalpoqlarning o'sha ko'pincha shunday nima qarash keng tarqalib ketgan, qoraqalpoqlar aynan Sharqiy Yevropa tomonda bugungi Don, Dnepr daryolari bo'ylarida shakllangan Chorniy Klobuk, ya'ni qoraqalpoqlilar, qora bosh kiyimi qora bo'lganlar ne deymiz, o'sha bir bijanaklar bilan bog'laydi yoki bijanaklarga Turkiyalar degan, ya'ni turkliklar degan o'zi deydi, o'zlar rus manbalarida, grek manbalarida uchraydi. Ular faqat qoraqalpoqlarning shakllanishida, etnik shakllanishda roli ancha yuqori. Shu bilan birgalikda boshqa turkiy xalqlar uchun ham, o'zbeklar uchun ham, masalan, o'zbeklar ichida o'z turk degan urug'lar ham bor. Turkiyada qora o'z degan qishloqlargacha bor. Aynan o'sha pechenik yoki pechenaklar, Xorazm vohasida o'nlab pechenak nomli qishloqlar bo'lgan. Hozir 3-4 tasi saqlanib qolgan, bachanak deb aytiladi. Keyin pechenaklarni Turkmanistondan ham o'tib, Ozarbayjon tuproqlari, Turkiyada ham pechenik qishloq nomlari saqlanib qolgan. Boshqa tomondan bu nima deydi? Beruniy yozadi, o'sha demak 10-asrda, bundan 1000 yil oldin yozayotganda pecheniklarning tili yoki suvorlarning tili haqida, turkiy xalqlarning Shimoliy Kavkazda yashaydigan turkiylar haqida yozganda bularning tili deydi. Xorazmcha va turkchaning orasidagi, alanchaning orasida ham, osetinlar tilida ham hatto keyin aniqlashgan. O'sha alanlar osetinlarning bobolari deydi, Qorachoy bolqorlarning bobolari deydi. Alanlar, aslar aynan Xorazm vohasida ko'chgan deydi Beruniy. Beruniyda ancha oldin ko'chgan, lekin Beruniy o'sha xotirani bilgan va ularning tili Xorazmcha va turkchaning qorishuvi deydi-da. Tasavvur qiling, demak, o'sha paytda Xorazm vohasida turklar va Xorazm, ya'ni Sharqiy Ironiy tildagi yashovchi insonlar bo'lgan. Keyinchalik bu Xorazm nomi butun mana shu regionga umumiy bo'lib ketdi. Va ko'ryapsiz, qoraqalpoqlarning o'sha tomonda Volga bo'yida shakllangan degan ham qarash bor. To'g'ri, etnik shakllanish jarayonlari uzoq davom etadi va turli makonlarda kechishi mumkin. Bir-biriga zanjirday bog'lanib, bir ildizi baribir shu tomonga keladi. So'nggi o'rta asrlarda qoraqalpoqlar o'sha Sirdaryo bo'yini o'rta Sirdaryo deydi. Sirdaryo o'rta oqimlar, Turkiston shahri atroflaridan bu yoqqa, o'sha atrofda faqat shaharda emas, shaharning atrofidagi dashtlarda, qirlarda, yaylovlarda yashagan. O'sha 1750-yillarda bular o'sha jo'ng'orlarning bosqinlari orqali Farg'ona tomon ketganini bilasiz. Farg'ona qoraqalpoqlari, Zarafshon bo'yiga ketgan bugungi Bulung'ur, Jonboy tomonlaridagi qoraqalpoqlar.
domla shu yerda bir qo'shimcha ma'lumot berib ketsangiz, uzr gapingizni bo'ldim. Ya'ni ko'pincha mana Toshkent, Farg'onadagi qoraqalpoqlar haqida gap ketganda, bu o'sha Orol dengizi bilan bog'liq fojiadan keyin mana shunday ko'chganlari deb aytishadi. Ular o'zi aslida asrlar davomida u yerda yashagan, to'g'rimi? Bir 250 yil, 300 yil, bo'lmasa 250 yildan Ya'ni masalan o'sha oshdi. Sirdaryoning o'rta oqimidan Xorazmga qoraqalpoqlar borgan vaqtda xuddi shu vaqtda Toshkentga ham, Farg'onaga ham borgan, shundaymi? Ya'ni bir zarba o'sha Jo'ng'or qalmoqlarining zarbasidan keyin mana kichik juz qozoqlarining Abulxayrxon degan xoni bo'lgan, uning ancha-muncha boyagi hududni kengaytirish uchun olib borgan siyosatlari natijasida bular anchagina o'zining yerlaridan ayrilib qoladi, joy izlashga majbur bo'ladi. Shunda Sirdaryo bo'ylab ketavergandan keyin bular ko'proq o'sha daryoni bo'yida shakllanish. Daryolarni sevgan xalq deya olamiz. Don, Kuban daryolari, keyin Volga, Ural bo'ylarida qoraqalpoqlarning etnik shakllanishini ko'ramiz. Yil, asrlar o'tib va Sirdaryo bo'yida shakllanish jarayoni bor. Ya'ni qoliplashuvi yana ham qalinlashib borgan davri va ularning bir qismi kun botarga Sirdaryo bo'yi, ya'ni Toshkent viloyati, uning ustidan o'tib Farg'ona vodiysiga borgan bo'lsa, Kunchiqarga. Kun botarga endi bu Xorazm vohasiga ko'chish bo'lyapti. Va janubga, kungayga ko'chgani Zarafshon, Samarqand viloyatining shimoliga. Hammasi o'sha yozma manbalarda berilgan ma'lumotlar, hozirgi toponimlar, etnotoponimlar, folklor ma'lumotlar, etnografik ma'lumotlar asosida o'zining tasdig'ini topyapti-da. Mana Toshkent viloyatida Chirchiq havzasidan biroz 20 kilometr Kunchiqarda Qoraqalpoq degan Parkent tumaniga qarashli ulkan bir qishloq bor. Har doim o'sha qishloqdan o'taman, uyimizga ham nisbatan yaqin. Birdan o'sha Qoraqalpoq xalqining tarixini eslayman. 250 yil oldingi tarix, o'tmish esimga keladi. Tasavvur qilaman-da. Toshkentda faqat shu yerdamigina ularning nomi joyi qolibdi, bu yerga kelib joylashibdi desam, yana bir 40 kilometr janubga, kungayga, nima tomonga, Ohangaron tomonga, Piskent tomonga nima qilsangiz, Qoraqalpoq ota degan bir yodgorlik bor ekan, qabr, mozor, nima qabriston ham bor ekan. Balkim o'sha tomonlarni ham borib ko'rishimiz kerak bo'ladi-da. Aynan aholida qay darajada bu bo'yicha tarixiy xotira saqlangan. Endi Farg'ona vodiysiga borsak, u yerda Qo'qondan boshlab Andijongacha o'sha Sirdaryoning bo'yining nisbatan kam o'zlashgan joylarida Qoraqalpoq qishloqlari bo'lganligini, Qoraqalpoq deb ataladigan, Kenagas yoki Mang'it deb ataladigan qishloqlarni ko'ramiz. Hatto o'sha Fikratni suhbatlarida biz muxlislar bilan Namangandagi uchrashuvimizda ham, Andijondagi ham, Qo'qondagi ham tinglovchilarimiz kelishadi, savollar beradi va oxirida suhbat qilayotganimizda kelib, men Qoraqalpoqning falon urug'idanman deydi. Va sizning turkiy xalqlar tarixi, birdamligi haqida sizlarning olib borayotgan ishlaringiz juda ham tahsinga sazovor deb, loyiq deb aytadi-da. Ko'p shunga duch keldim. Demak, o'sha avlodlar haligacha yashayapti. Ya'ni buni o'zi bildiradiki, so'nggi asrlarda o'zbek xalqi, qoraqalpoq doim birga yashagan. Albatta, va eng qizig'i so'nggi o'rtasida mana 20-asr atroflarida rus bosqini atrofida endi ularning orasida sharqshunoslar ham, harbiylar ham, turli mutaxassislar, geograflar ham kelgan. Shularning bir nechtasida o'qidim esdaliklarda. Bu yerdagi turkmanlar, qozoqlar, o'zbeklar, qoraqalpoqlar haqida yozadi, etnografik ma'lumotlar to'playdi-da. O'zbeklar va qoraqalpoqlar orasida til, ko'rinish, urf-odat juda yaqin deydi. Endi shimol tomonda qozoqlar urug'lar masalasida siz aytasiz, ya'ni juda ham ko'p urug'lar nomi bor. Urug'larchi, endi u mana turkiy urug'larning nomini men ko'p qiziqib solishtirib, taqqoslab yuraman. Boshqalariga qaraganda eng ko'p o'sha o'zbek va qoraqalpoqlar orasida. Endi bizning hududda No'g'aylar bilan ham bor, lekin No'g'aylarniki biroq ancha unutilgan. No'g'aylar bilan qoraqalpoqlar orasida ham o'ta yaqinlik borligini kuzatamiz. Masalan, til tomonida, urf-odatlarda va ilmiy ishlarda ham ko'ryapmiz, maqolalarda ham ko'ryapmiz. Masalan, qozoq urug'lari bilan o'zbeklar 40-50% yaqin bo'lsa, qoraqalpoq va o'zbeklarning 60-70%, yana 20% nimada ko'rinadi. Masalan, shu darajada hayratlanib nima qilamiz? Mana Qashqadaryoda Nukus degan qishloq bor-da. Abdulla Orif yetishib chiqqan milliy shoirimiz, qahramon shoirimiz. Nukus haligacha Nukus deb ataladi. Nukuslar kim, nimaga shunday atalgan desa, biz Nukus mang'itlarning bir urug'i. Keyin mang'itlar Qashqadaryoda o'zbek mang'itlari kimlar bilan qarindosh desa, birinchi o'rinda deydi Kenagaslar, uni Kenagasning bir tarmog'i Chuyitlar bilan deydi. Ichimizda qora mang'it, chol mang'it, to'q mang'it degan urug'larimiz, bo'limlarimiz bor deydi. Xuddi shuni qoraqalpoqlar orasiga kelsangiz ham, keksalardan, yoshlardan so'rasangiz ham
qaysilari bir Kenagasmag'it deb boshlaydi. Chuyut dedi, bizda Chuyut ularga yaqini. Nukus deb bu yerda ham Nukus Qoraqalpoq urug'i bor, u yerda ham yoki Xorazmning shimoliy tumanlarida, keyin Xorazm bilan Qoraqalpog'iston tutash yerlaridagi tumanlardagi o'zbek aholining orasida ham Mag'it o'zbeklar, Kenagas, Qipchoq deydi. Shularning kichik bo'limlari bilan bu yerda qoraqalpoqlarning kichik tarmoqlari ham, Qashqadaryodagi ham, Samarqanddagi ham shu darajada yaqin keladi. Yoki Muytan degan urug', Samarqand viloyatida ko'p Muytan ham deb yoziladi. Muytan qoraqalpoqlarning yirik urug'i yoki Qo'ng'irot urug'ida. Qo'ng'irotlarni bilamiz, turkiy xalqlarning ichida xuddi bir millat darajasigacha ko'paygan bir ta'siri bo'lgan davrlarni bilamiz. Ular o'sha Chingiziylar bilan, o'sha Barloslar bilan, o'sha qiyotlar bilan yo'lga chiqqan insonlarning farzandlari bilamiz. Chingizning ham bobolari ona tomonidan Qo'ng'irotlar, kelinlari ham Qo'ng'irotlar, demak farzandlarining onalari ham Qo'ng'irotlar bo'lgan degan. Shu Qo'ng'irot fenomeni deb aytsa ham bo'ladi, chunki bular qoraqalpoqlar orasida ham bor, o'zbekda ham, qirg'izda ham, no'g'ayda ham, nimalarda ham, qozoqlarda ham, mo'g'ullar ichida ham va juda faol bo'lgan. Shu yaqin asrlargacha bulardan xonlar ham chiqqan, qo'mondonlar ham chiqqan. Qayerga borsangiz Qo'ng'irot qishloq nomlarini uchratasiz. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasida Qo'ng'irot tumanini bilamiz. Qay darajada o'sha Qo'ng'irot o'zbeklari, Qo'ng'irot qozoqlari, qoraqalpoqlari deyiladi. Bu qarang. 66 ota Qo'ng'irot degan tushuncha bor. Shu 6 ta yirik tarmog'i bor. Shuning ichida har birida 20 tadan 30 tadan mayda to'plari bor-da. Shularni qoraqalpoqlar bilan solishtirsa 80% yaqin kelyapti. Bir xil o'sha bularda ham Qo'shtamg'ali, Xanjig'ali deb aytadi. Men qozoqlarnikida ham bormikan desam, qozoqlarniki 10 ta ekan. Ularniki ancha o'zgargan. Masalan, Bo'jban degan bir urug' nomi uchraydi, tarmoq urug' Qo'ng'irotlarida. O'zbek qoraqalpoq Qo'ng'irotlari bilan unchalik to'g'ri kelmaydi. Bu nimadan darak beryapti? Demak, Qo'ng'irotlarning katta bir tarmog'i Chingiziylar davrida ko'proq Xorazm vohasiga yerlashib, undan daryo bo'ylab Amudaryo bo'yiga, Surxondaryo, Boysun tomonlarga ko'chishlari bilan bog'liq. Keyin Qozog'iston Dashti Qipchoq bo'ylab to Boysungacha bular ko'chib, bir tomon Xorazmgacha kelib ketib, aylanib ko'chib yurishlari bilan ham bog'liq deyiladi. Shu darajadagi o'sha o'zbek Qo'ng'irotlari, qoraqalpoq Qo'ng'irotlarining hozirgacha o'sha ko'chmanchilarga xos an'analarini, baxshichilikni davom ettirayotganligi, keyin chodir o'tovlaridagi o'xshashlik, urug' nomlarini ayniqsa o'tovlarda ham ustoz shu darajada endi bu mana vohada ko'proq Qashqadaryo, Surxondaryo vohalaridagi o'tovlar va Qoraqalpog'istondagi o'tovlar juda yaqin keladi shu darajada. Hatto bularning do'ppilaridagi masalan o'sha qizg'ish kiyimlaridagi nimalar, naqshlaridagi o'xshashliklarni ham ko'ramiz. Demak, bunaqa misollar juda ham ko'p. Domlar, kattakon rahmat. Endi albatta bu savolsiz o'tkazib yubormasdim intervyuni, ya'ni o'tkazib yuborishim to'g'ri bo'lmasdi bu tangalar haqida. Bilamiz, siz har joyga borganingizda o'sha hududlarning tangalarini o'rganishga harakat qilasiz. Bu bo'yicha katta ilmiy ishlar qilgansiz. Siz Xorazm va mana shu Qoraqalpog'iston hududidagi tangalar haqida ham shunday deya olasizmi? Yaxshi o'rganilgan. Endi yaxshi o'rganilgan deb aytib bo'lmaydi, to'g'ri. Chunki yaxshi o'rganilganini ko'rsatadigan narsa xalq shu haqda yoki ilm olami yaxshi bilishi kerak-da. Choch tangalar desa hamma u, So'g'd tangalar desa hammani fikri G'urak tangasi yoki hozirgi vaqtda Choch tangasi Turk xoqonligi deb hammamiz bilamiz. Xorazmda esa biroz farqli. 70-yillarda ancha yaxshi o'rganilgan Vaynberg degan olima o'sha qadimgi Xorazm tangalari bo'yicha kitoblar chiqargan. Undan keyin shogirdlari davom deyarli ettirmaganda, ya'ni ko'lami kengaymagan olimlar shu sohani. Bu birinchidan nimada? Iqlimning yomonlashganligi yoki o'sha bu yerda suz qatlamining ko'pligining evaziga tangalar yemirilib ketgan bo'ladi. Masalan, 100 ta tangadan bir donaginasi yaxshiroq saqlanganday bo'ladi. Ismlar, tamg'alar, har xil davlatchilik belgilari, hukmdor tasvirlarini biz ko'proq mana bu Xorazm tomonida ko'ramiz. Qoraqalpoq hududida nisbatan shu iqlim bilan bog'liq qatlamlar bilan biroz anchagina yemirilgan holatda uchrayapti. Toshkent vohasinikini ko'rsangiz, men ba'zan ko'rsataman-ku, xuddi kechagina zarb qilinganday darajada tozalasangiz chiqadiganlari bor-da. Shu tomondan bu o'sha olimlarning izlanishiga to'sqin bo'lgandek ko'rinadi. Biroq Xorazm vohasi, Qoraqalpoq hududi o'sha qadimdan tanga pul tizimini yo'lga qo'ygan
hudud sifatida bilinadi. Biz bilamiz o'sha afrig'iylar tangalari deymiz. Miloddan oldingi 2-asrlardan boshlab to milodiy 10-asrlargacha qadimgi Xorazm yozuvida zarb qilingan tangalarni ko'ramiz. O'ziga xos davlatchilik, o'sha otliq tasvirli, hattoki O'rta Osiyo tangalarida eng tangalarni san'at darajasiga chiqarib, insonni kiprigigacha tasvirlagan darajadagi tangalar Xorazm vohasiniki tangalar hisoblanadi. Juda ham boy detallarga, syujetlarga, har xil belgilarga boy tamg'alarga, yozuvlarga, faqat keyingi orolning ta'siri ham bo'lgan bo'lishi mumkin-da, o'sha qurishi, boshqa tuz qatlami ko'tarilishi ham anchagina o'sha ta'sirni ko'rsatgan. Ikkinchi tomondan bu boyagalik rag'bat ham bo'lishi kerak, ya'ni motivatsiya ham bo'ladi-ki, ya'ni bugun mana Qoraqalpog'iston hududida mana shunday o'rganilishi mumkin bo'lgan va o'rganish kerak bo'lgan juda muhim sohalar bor. Shunday. Bu sohadan qochmaslik kerak, qo'rqmaslik kerak. Endi tangalar anchagina yig'ilgan muzeylarda yoki arxeologik muassasalarda arxeologik. Demak, ular bor. Faqat o'rganish kerak. Ularni o'rganish kerak. Bir qaraganda yozuvi juda qadimiy va qiyinday ko'rinib, qadimgi Xorazm yozuvi biroz odamni cho'chitganday bo'ladi. Intilib, sinchiklab o'rgansa, uni o'qish imkoniyati bo'layapti. Bularni o'zaro taqqoslab o'rganish imkoniyati bor. Ayniqsa kumush tangalarni ancha yaxshi o'qisa bo'ladi. Ya'ni kumushdan yasalgan. Kumushdan. Endi bu yerda bunday tangalar bor. Bor, unaqa ham oz sonli bo'lsa ham ko'p topilib turadi. Nimagadir yoshlar baribir boshqa tomonlarga qaraydi. Hatto o'zimizning boshqa hududlarimizdagi tangalarni o'rganuvchilar ham juda ham kamayib ketdi. Numizmatikani juda ham qiyin fan deb o'ylaydi-da. Aslida ichiga kirsa, unchalik til bilish kerak, yozuvni o'qiy bilish kerak va nima kerak? Sabr kerak. Sabr toqat bilan o'zi aslida domla mana davlatchilikni ming yillarga istalgan madaniyat, istalgan xalqlar olib borishi mumkin, lekin uni asoslab beradigan muhim jihatlardan biri uni tangalarda. Ya'ni mana shu o'zbek xalqini nega biz xotirjam mana shunday minglab yillik tarix haqida gapiramiz, davlatchilik tarixi haqida gapiramiz, chunki tangalar bor. Shunday. Ular juda sobit manbalarda, masalan, yozma manbalar o'zining etnik kelib chiqishi, siyosat ta'siridan kelib chiqib, ma'lumotlarni biroz bir yoqlama yoritgan bo'lishi mumkin. Eskilarni o'zgartirishi mumkin. Tangalar o'sha qoladi. Tanga o'sha qoladi va uni hukmdor va amaldorlar, umuman hukumat, davlatning ayonlari tomonidan tekshirilib zarb qildiriladi. Deyarli 90% ishonchli bo'ladi, to'g'ri orada soxta tangalar ham uchrab qoladi. Ko'pchiligi sobit, ya'ni barqaror manbalarda. Endi qizig'i, G'ayratxo'ja, biz o'ylaymiz, tangalarni hammasi deyarli o'qib bo'lgan kitoblar chiqarilgan deymizda. Unday emas. Hali boshlanishida turibmiz. Oddiy shu mana Qoraqalpog'iston hududi misolda keltiradigan bo'lsak, Kerdar degan madaniyat o'tgan, Kardar madaniyati deyiladi. Bu madaniyat nimaga Kardar madaniyati deyiladi? Xorazm madaniyatidan biroz farqli. Yillari to'g'risida. Yillarimi? Bular ilk o'rta asrlar. Ilk o'rta asrlar deganda ham milodiy 5-asrdan ko'rinib qoladi. Arablar, forslar kelib yozgan paytda bularni 9-asrda, oradan 400 yil o'tib, Xorazmning shimolida deydi, Nukusdan ham yuqoriroqdagi joylarni aytadi. Nima deydi? Buni deydi, anaqa tili umuman o'xshamaydi xorazmliklarga deydi. Va qiziq, endi ularning qulog'iga shunday eshitilganda qurbaqa sayrashiga o'xshash bir tuyuladi insonga deydi, ularning tili deydi. Birovlar aytayapti, bu Xorazm dialektining yoki sharqiy Ironiy tillarining bir tarmog'i. Unda umuman o'xshamaydi deyishi nimadan? Nega ularning tilini fahmlaydi-ku? Chunki u asarlarni yozgan insonlar juda oddiy odamlar bo'lmagan. So'zlarning o'xshashlarini payqab qolish kerak. Aholidan so'raganda ham ozgina farqi bor-da deb aytishi mumkin edi. Umuman o'xshamaydi. Ohang umuman boshqacha deyapti. Ba'zilar aytayapti, bu o'sha Kidariylar, ya'ni Kerdar madaniyatiga asos bo'lgan Kidariylar, bu Oltoy tomonlardan ko'chgan Eftalilarga o'xshash bir qonlarning bir tarmog'i. 3-4-asrda bular nimadan, Siyanbilardan zarbaga uchragandan keyin kunbotarga ko'cha boshladi. Yevropaga katta tarmog'i ketdi. Attilalar shundan chiqdi. Bir bo'lagi Amudaryo bo'yiga ketdi. Eftalilar davlati, Xiyoniylar davlati o'shandan paydo bo'ldi. Kidariylar davlati ham bir bo'lagi Xorazm vohasidan aylanib, keyin Amudaryo bo'yidan Surxondaryo hududiga bordi deydi. Qolib ketgan qismi shu yerda deydi va ularning tili qanaqa til bo'lgan? Bizni hozirgi turkiy til, biz so'zlashadigan turkiy tilda emas, chuvashchaga, qadimgi bulg'orchaga yaqin bo'lishi mumkin deyapti. Chunki Kerdar madaniyatining bir uchi anaqa Qozog'istonning janubida
Quvondaryo degan daryolar bor. Jana daryo degan o'sha Sirdaryoning tarmoqlari. O'sha daryolar O'zbekiston bilan Qozog'istonning tutashgan joyi bor nimada? Navoiy viloyatining Qoraqalpog'istonning chetida, Kunchiqar shimolida 7 asr madaniyati bor. Shahar, botqoq shaharlari deydi. Botqoqlar ustida qurilgan uylari, nimalar yetib kelgan soqollari, yozuvlar ham uchrab qolyapti, hali o'qilmagan. O'sha madaniyat bilan juda yaqin deydi. Bir tomoni o'sha madaniyatning nimaga Volga bo'yigacha borgan deyapti. Hozir tatar olimlar, qazon tatarlar anchagina o'rgana boshladi bu yerda deydi. Hatto birga qazaylik birgalikda deyapti Qoraqalpog'iston hududiga kelib Kerder madaniyatini deydi. Qiziq tomoni 92 bovli o'zbek urug'i ro'yxatida Kerderi degan o'zbek urug'i uchraydi. Qozoqlarda ham Kerderi bor. Urug'i kichik juz qozoqlarga kiradi. Bularda hali uchratmadim, lekin hozir sekin nima qilib boshlaganda ikkitasida aniqlanib aytilyapti. Va mana shu Qoraqalpog'iston hududidagi Kerder madaniyati o'z davrida gullab yashnagan. Buni yana ham chuqurroq qazsak sirri ochiladi degan qarashlar bo'lyapti. Mana shunaqa yana qiziq nimasi o'sha tangalar bilan bog'liq. O'sha kardarlarning o'ziga xos tangalari chiqyapti, faqat ular Xorazm tangalaridan taqlid qilib chiqargan. Xorazm endi katta iqtisodiy tomondan kardar madaniyati Xorazmga bog'liq bo'lgan deydi. Uning bir yo'ldoshi bo'lgan deydi. Shuning uchun tangalarini ham o'shalarga taqlid qilib chiqargan. Qizig'i mana 200 yildan keyingi 150 yildan beri fan juda rivojlandi. Ayniqsa biz mintaqani o'rganish. Tangalar bo'yicha aytilib kelindi, har bir sulolaning tangasi aniqlandi, hatto kichik davlatlarning ham. Biroq O'g'iz Yabg'uligi degan bir davlat bo'lgan edi. O'sha Choch va Turkiston shaharlari oralig'ini o'z ichiga qamrab olgan 9-10 asrlardagi yashagan davlat. Saljuqiylarning boshlanishi. Shularning tangalari aniqlanganiga bir 20 yilcha bo'ldi. Biz 1960-1990 yillargacha bo'lgan arxeologik qazishmalarda O'g'iz Yabg'uligi tangasi degan so'zni bilmasdik. 2000-yillardan boshidan boshlab va maqola chiqdi o'shanda. Aynan Xorazm tangalari, kumush tangalarini olganda ustiga qolipida nima qilayotganda Jabg'uyya al-G'uziyya deb yozib qo'yibdi. Ya'ni G'uz Yabg'usi arab yozida yoki Malik, ya'ni sulton hukmdor al-G'uziyya, G'uz hukmdori degan. O'sha otliq xorazmlik hatto yozuvlari ham turibdi, qadimgi xorazm yozuv, orasiga ikki qatorgina qilib O'g'iz Yabg'ularning ismlari yozilganda. Men shu bo'yicha ma'ruza qilib Turkiyada, hatto Turkiyada haligacha bilishmaydi-da. O'g'iz Yabg'ularining, sizlarning Saljuqiy bobolaringning tangalarini boshlanishi o'sha yerda nahotki deydi. Sovet fani shuni aniqlamagan o'sha paytda. Endi to'g'ri topilishiga bir qismi Qoraqalpog'iston hududida ham topilyapti-da O'g'iz Yabg'ularini. Tasavvur qiling. Hali yoki biz mana Chosh tangalaridan Turk xoqonligi tangalarini Andrey Kubatin ikkimiz ochib berdik, olib chiqib berdik. Demak, hali bunday sir, sanoat juda ko'pda bunaqa muomala, sinoatlar. Domla Sayyidjon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.